Bittasi kovlab, ikkinchisi ko'mayapti. Achkingga sani. Tez kavlashingni qara. Chuqur, sekinroq kavla. Ey, ishla. Nima qilyapman? O'zing kirib o'tiradigandek gapirasan. Chuqur kavla. Kavlayapman-ku. Ha, menimcha bular bor-ku. Sizgan zo'r bilarmikin? Matematikani shu Qarako'l maktabiga tugatganman deyman-da. Tushunmayapti. Hech narsa ekmayapti-da. Bittasi kovlab, ikkinchisi ko'mayapti. So'ray qani. Mendan nima ketdi? Keling aka. Salomat bo'ling. Qandaydir sizlar bir boshqacha ishlayapsizlar. Men bitta narsani tushunmayapman faqat. Ha? Birinching kovlab ketyapsizlar, ikkinching ko'mib ketyapsizlar. Men ikkinchi emasman aka. Ha. Men uchinchiman. Ikkinchi kim aka? Birinchi qazish kerak edi, ikkinchi nihol qo'yish kerak edi, uchinchi ko'mish kerak edi. Endi u keladimi yo'q bizga qiz. Yo'q. Yashil makon aka. Ha. Yashil makon. Bitta ish qilsangiz, yordam qilsangiz. Nima qilaman? Nihol yo'q-ku baribir. Yo'q, hokimiyatga biz rasm tashashimiz kerak. Nima ishlayapmiz deb. Ey, o'zing ishlaganday tut. Tushundingmi? Men nima qilyapman? Yo'q, rasm bo'lyapti. Ha. Bu yoqqa qarab ko'may. Bu yoqdan ham bitta oling aka. Har joydan oladi-da hokimiyatga. Bir xil rasmni yomon ko'radi. Bunday turib oladi men. Ha, tur. Bo'ldimi aka? To'xtang. Ikkalamiz xuddi ish talashib nima qilganda bitta olib berang. Bir urush, yolg'on urisham. Bo'l. Kavlamaysanmi? Ishlasang demaydi. Ekishimiz kerak. Qanaqasan? Yurakdan ishla. Bo'ldi aka, bo'ldi. Rahmat.